Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Savollarga javob berishga harakat qilib boramiz. Yo'l patrul xizmati xodimlari menga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdi. Lekin ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirayotgan paytda men qilgan o'sha ma'muriy huquqbuzarlik ishiga noroziman. Lekin yo'l patrul xizmati xodimi menga nisbatan ma'muriy bayonnomani planshet orqali rasmiylashtirganligi sababli men o'zimning shikoyatimni yoza olmadim. Bu holatda men qanday yo'l tutishim kerak edi degan savol bilan murojaat qildi. Yo'l patrul xizmati xodimlari ma'muriy bayonnoma tuzishda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 20-bobi, bu yerda 279-moddasi, 280, 281 va 282-moddalarida ko'rsatib o'tilgan. Ma'muriy bayonnoma tuzish 279-moddasida ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilganligi to'g'risida bayonnoma vakolatli mansabdor shaxs tomonidan tuziladi deb belgilangan. Xo'p, vakolatli shaxs kim deydigan bo'lsa, ma'muriy huquqbuzarlikga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiradigan organlar bu nimada ko'rsatib o'tilgan. Aynan yo'l harakati qoidalari bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish ichki ishlar xodimlari va yo'l patrul xizmat xodimlarini vakolatli shaxs sifatida ko'rsatilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda bu belgilangan. Bunda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishda faqatgina ma'muriy bayonnomani planshet orqali rasmiylashtiriladi degan narsani o'zi yo'q. Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish 281-moddasida ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnomaning mazmuni deb yoziladi va bunda ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma, shu bayonnoma tuzilgan sana va joy, bayonnoma tuzgan shaxsning lavozimi, familiyasi, ismi, otasining ismi, huquqbuzarning shaxsiga oid ma'lumotlari, ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilgan joy, vaqt va bu huquqbuzarlikning mohiyati, ana shunday huquqbuzarlik uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi normativ hujjat. Agar guvohlar va jabrlanuvchilar bo'lsa, ularning familiyalari va yashash manzillari, huquqbuzarning tushuntirishi, ishni hal qilish uchun zarur bo'lgan boshqa ma'lumotlar ko'rsatiladi. Basharti huquqbuzarlik tufayli moddiy zarar yetkazilgan bo'lsa, bu ham bayonnomada ko'rsatiladi deyilgan. Bayonnoma uni tuzgan shaxs va ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxs tomonidan imzolanadi va guvohlar va jabrlanuvchilar bo'lgan taqdirda esa bayonnoma mazkur shaxslar tomonidan ham imzolanadi deb ko'rsatilgan. Huquqbuzarlik sodir etgan shaxs bayonnomani imzolashdan bosh tortgan taqdirda bayonnomaga bu haqda yozib qo'yiladi. Huquqbuzarlik sodir etgan shaxs bayonnomaning mazmuni yuzasidan bayonnomaga ilova qilinadigan tushuntirish va mulohazalarni berishga, shuningdek mazkur bayonnomaga imzo chekishdan bosh tortish sabablarini bayon etishga haqlidir deyilgan. Demak, bayonnoma tuzishda siz bayonnoma rasmiylashtirayotgan paytda siz aynan siz qilgan o'sha huquqbuzarlikdan norozi bo'lsangiz, bu xususida yo'l patrul xizmati xodimiga qog'oz variantidagi ma'muriy bayonnoma tuzishni talab qilishga haqlisiz. Agar yo'l patrul xizmati xodimi bu menda qog'oz variantda ma'muriy bayonnoma blankasi yo'q, men uni menga berishmagan yoki men bu xususida men ma'muriy bayonnoma rasmiylashtira olmayman deydigan sabab bo'ladigan bo'lsa, o'sha planshet orqali tuzilgan ma'muriy bayonnomaga siz barmoq izini o'sha o'zingizni imzoyi sifatida bosasiz. Buni bosmaslikka va bundan bosh tortishga haqlisiz. Shunday holatda u majbur bo'ladiki, sizga qog'oz variantida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishga. Agarda qog'oz variantdagi ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish imkonim yo'q degan sabab keltiradigan bo'lsa, siz bu uning o'zining muammosi hisoblanadi va siz bunda javobgar hisoblanmaysiz va siz u joydan ketishga haqlisiz. Albatta, ma'muriy bayonnomani rasmiylashtirayotganda, munosabatga kirishayotganda, hozir hammaning qo'l telefonlari bor. Qo'l telefoniga video tasvirga olishga haqlisiz va bu inson o'zini huquqlarini himoya qilish uchun buni video tasvirga olish yoki audio zapislarini diktafon moslamalari yoki telefonni diktafoniga yozib olishingiz mumkin. Bunda siz o'sha muloqotingiz jarayonida qog'oz variantidagi ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish so'rashingiz va qog'oz variantdagi ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirayotgan paytingizda o'zingizni shikoyatlaringizni yozib qo'l qo'yishdan bosh tortishingiz yoki o'sha ma'muriy bayonnomaning orqa tomonida shikoyatlarni keltirib o'tilishi degan joyi bor. O'sha joyda o'zingizni nimadan norozi ekanligingiz va bu xususidagi holatni ma'muriy ishlarni ko'rib chiqish, yo'l patrul xizmatining ma'muriy ishlarni ko'rish inspektori bor. U orqali hal qilish yoki bo'lmasa buni sud orqali sudda ko'rib chiqishni talab qilishga haqlisiz. O'zingizni fikringizni yozing, qilmagan o'sha ma'muriy huquqbuzarligingizni joyga bayon qiling va
sudda ko'rib chiqishni so'rang. Ma'muriy ishlar bo'yicha o'sha yo'l-patrul xizmati xodimlarining mas'ul xodimi bu ma'muriy bayonnomani sudga olib chiqadi va o'zingizni o'sha huquqbuzarlik sodir etmaganligingiz to'g'risida isbotlab berish imkoningiz bo'ladi. Shu sababli ma'muriy bayonnomani faqat planshet orqali rasmiylashtirishimiz zarur degan bu talabi noto'g'ri deb hisoblaymiz. Shu sababli sizni savolingizga javob berdik degan umiddamiz. Siz qog'oz variantidagi talab qilishga, agar qog'oz varianti bo'lmagan taqdirda siz o'sha joydan ketib qolishga haqlisiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kelgan savollarga javob berishda davom etamiz.